O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hududlarda yoshlarni raqamli texnologiyalar va xorijiy tillarni o'rganish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan IT shaharchalar faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida bunyod etilgan IT shaharchasini ochilish marosimi bayramona ruhda tashkil etildi. Prezidentimizda bu tashabbuslar bilan Buxoro viloyatini G'ijduvon tuman eng chekka qishlog'ida shunday ajoyib o'quv markazi ochiladi. Biz juda xursandmiz, xalqimiz ham, o'quvchilarimiz ham bu yerda chunki bepul IT bo'yicha innovatsiyalarni o'rganishda, chet tili, ingliz tillarini o'rganishda bari bepulligidan bu xalqimiz ham o'zimiz juda xursandmiz. Bolalarimiz zamonaviy kasblar o'qiydi, o'quvchilarimizni o'qishlari bundan da mustahkam bo'ladi. Tantanali ochilish marosimida ta'kidlanganidek, respublikamizning 13 ta hududida 15 ta IT shaharcha faoliyati yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bugungi kunda Sirdaryo, Samarqand, Farg'ona viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida faoliyat yuritayotgan IT shaharchalarda mingdan ortiq o'quvchilar IT va xorijiy tillar bo'yicha bepul ta'lim olmoqda. Buxorodagi mazkur yangi markaz ham ana shunday manzillarning 5-chisi hisoblanadi. Chekka hududdagi yoshlarimizni raqamli texnologiyalar va xorijiy tillar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirib, shu eng so'nggi kompyuterlar, texnika, robototexnika va mobil dasturlash kabi yo'nalishlarda ta'lim berish uchun tashkil qilingan. Zamonaviy tarzdagi shaharcha eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, bu yerda yoshlar IT kurslari hamda til yo'nalishlarida ta'lim olishlari uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan, 10 ga yaqin mutaxassislar jalb etilgan. Bu bizga o'sha shahar markaziga borishga imkoniyat yo'qlar uchun juda ham o'sha qulay imkoniyat bo'ldi va biz bu bilan o'sha dasturlash bo'yicha, IT bo'yicha yoki til o'rganish bo'yicha juda ham yaxshi imkoniyatlarga ega bo'ldik. Bugungi kunda mingdan ortiq o'quvchilar elektron platformadan ro'yxatdan o'tgan. Shaharcha yoshlarning startap loyihalarini ishlab chiqish, g'oyalarini muvofiqlashtirish va hayotga tatbiq etishda juda katta ahamiyatga ega. Qolaversa, xorijiy tillarni o'rgatishda ham yosh shu bilan birga yaxshi bilimga ega mutaxassislar jalb etilgan. IT shaharcha 180 nafar o'quvchiga mo'ljallangan bo'lib, yiliga ushbu markazda 700 dan ortiq yoshlarni zamonaviy kasbga o'qitishni maqsad qilingan. Bir so'z bilan aytganda, kelgusida ushbu tashabbus hudud iqtisodiy salohiyatini rivojlantirish hamda yoshlarni global raqamli maydonga olib chiqishda muhim rol o'ynaydi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.